Qizlar, mana bu sochni qaranglar. Bizning sochimiz 5 yoshimizda qanaqa bo'lgan? Hamma o'zini sochini yozib yorsin qizlar. Prinsessam, aqlli, go'zalim. Mana bu qizchani qaranglar qizlar. Voy! Bularni kasting qilib chaqirganman. Bir-biridan go'zal, bir-biridan. Mana bu sochini qaranglar. Voy, aqlli. Mana bugungi prinsessam Sadiya. Sadiyalar roza ko'p. Necha yoshsan? 6 yoshmi? Soching uncha chiroyli, o'zingga o'xshagan. Qani orqasini tutchi sochingni. Voy. Qizlar, qizni qaranglar. Sochidan ham o'zidan ham sochi chiroyli. Bu qizlarning sochlarini o'ziga yarasha sostavda ishlaymiz. Posli holatini qo'yamiz. Qizlar, mana bu qizchaning sochini qaranglar. Juda ham chiroyli, tabiiy, sochlarning rangi ham zo'r ekan. Yuvib, uxodlarini qilib, sirazi yuvib, quritilgan holati. Sadiya juda ham jiddiy, seryozni qiz ekan. Bu qizga ko'p gapirmadim. Lekin hozir o'zini videolarini qo'yamiz. Juda ham chiroyli chiqdi. Sochlari yumshoq, mayin, yaltiragan soch bo'ldi. O'shanga qilib ber. Ha, tepaga ko'tar. Yana bitta pastga. Pastga. Voy, mana prinsessam. Yana bitta ko'tar. Aqlligim. Endi qaraymiz. Voy, молодец. Go'zalim. Endi pastroqqa tushasan. Sekin pastga tushib. Aha. Voy, молодец. Sadiya, qanaqa she'r bilasan? Maktabda qanaqa she'r yodlagansan? 2ta. 2tami? Qani? Aytib ber jonim. 5 kere 5 25 bizning oilam 5. Молодец.